Anlayotganlar Muhammed Aleyhisselam'ın tercüme hali namlı eser. 25. bab Habeşistan'a kılıngan dastlabki hicret. Bu çağda Peygamber Aleyhisselam'ın ko'rsatmasi bo'yicha bir turkum kishilar dinni muhofazat qilish uchun yurtini, mal varalarini tashlab qochib chiqishga hozirlandi. Bu Mekke'den kılıngan birinchi qatimliq hicret edi. Hicret qilganlar 10 er, 5 ayol bo'lib, ular Osman ibn Affan ve onun ayali Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Ruqiye, Ebu Seleme ve onun ayali Ummu Seleme, Ebu Seleme'nin onu bir kırındışı Ebu Sebra ibn Ebu Ruhmi ve onun ayali Ummu Kulsum, Amir ibn Rabi'e ve onun ayali Leyla, Ebu Huzeyfe ibn Utbe ibn Rabi'e ve onun ayali Sehle binti Suheyl, Abdurrahman ibn Avf, Osman ibn Mes'un, Mus'ab ibn Umir, Suheyl ibn Beyza, Zubeyr ibn Avvamlar idi. Ularının köpçülüğü Kureyş kabilesinden idi. İbn Hişam'ın rivayet kılışıca Osman ibn Mes'un ularga başlık kılıp deyillengen. Allah'ın iltifatı bilen ular atlandı. Kızıl Dengiz'e yetip gelgende bir kimini icarege elip közlegen yerge yetip elişti. Müşriklarning azar külpetlerinden qutulup Habeşistan'da hatırcam duruştu. Mekke'de Peygamber Aleyhisselam bilen azgını kişi kaldı. Bu çağda Kureyş kabilesinden isil, şicaatlik Ömer ibn Hattab Müslüman oldu. O burun Müslümanlığa adetten taşkırı düşman idi ve qattiq azar beretti. Eri bilen Habeşistan'a hicret kılgan Leyla mındaq deydi. Ömer ibn Hattab bizning Müslüman bolğanlığımızı en yaman göretti. Men Habeşistan'a biriş üçün tögemge minip duruşumga Ömer nege baradiganlığımızı sordu. Men Müslüman bolğanlığımız üçün bizge ziyankeşlik qılıp atsala, biz aziyet tartmaydigan bir yerge barmakçımız dedim. Ömer silerge ak yol bolsun dedi. Erim Amir kelgende onunğa Ömer'nin mulayimliqini dep berdim. Amir, Ömer'nin Müslüman bolışını ümit qılıp atamsan? Esbirayi Xuda, Ömer'nin işiki Müslüman bolmağıça Ömer Müslüman bolmaydı dedi. Ömer'nin Müslümanlarga qılgan qopallıqını ve qattiqliqini biladigan Amir şundaq degen edi. Lekin Ömer Peygamber Aleyhisselam'ın duasının xasiyetinden Müslüman boldu. Ömer Müslüman boluşunun aldıdala Peygamber Aleyhisselam, "Ey Allah, Ömer arqılıq İslam'ını küçeytkin" dep dua qılgan edi. Ömer Müslümanlarının toplanadigan joyi bolgan Arqam ibn Abu Arqamның oylisi da Müslüman boldu. Allah Ömer'nin Müslüman boluşunu onun diliga silish bilen Peygamber Aleyhisselam'ның ümidini işqa aşırdı. Sahihul Buxariyda rivayet qilinishicha Abdullah ibn Mas'ud Ömer Müslüman bolgandan tartib biz kuchlik bo'lib keldik degan. Ömer'nin talab qilishi bilan Rasulullah namozni masjidda ashkara o'qishga boshlagan. Ömer'nin Müslüman bolganligini ko'rib, kafirlarning peshiga qattiq g'am tushgan. Ulardan bir turkum kishi Ömer'ni o'ltirmoqchi bo'lib, Ömer'ning oilasi atrofida uni kutib turganda, Ömer'ning qavmi Bani Adi'nin ittifoqchisi Bani Sahimlik As ibn Vail kelib qolgan. O Ömer'nin nima bo'lganligini so'raganda Ömer, "Sening qavming Müslüman bo'lganligim uchun meni o'ltirmoqchi bo'lishyapti" deb javob bergan. As, "Buningga men yo'l qo'ymayman, seni himoya qilaman" deb Ömer'ni xotirjam qilgan. As saldik eqib kelayotgan kishilardan ularning qayerga boradiganligini so'raganda ular dinini o'zgartgan Ömer'nin qishig'i borimiz deyishgan. As, Ömer'nin qishig'i berishinglarga yo'l qo'ymayman degan. Shuning bilan kishilar orqasiga qaytib ketishgan. 27. bab Habeşistandagi muhojirlarning qaytib kelishi. Habeşistan'a hicret qilgan muhojirlar 3 ay turgandan keyin Mekke'ga qaytib kelishdi. Bular az bo'lg'achqa Habeşistanda turish zirkarlik bo'ldi. Köp bo'lgan bo'lsa, undaq bo'lmas edi. Onun üstüge ular Kureyş kabilesinin esil zatlaridan bulup, ayollarini özleri bilen birli elip berişkan edi.
ularga yaqin yurtda g'urbatchilikda yashash ko'ngilsiz tuyulatdi. Ba'zi tarixchilar Habistonga hijrat qilganlarning qaytib kelishiga mundaq bir hikoyani sabab qilib ko'rsatishga qiziqib ketgan. Payg'ambar alayhissalom mushriklarga "Sizlar Lat, Uzza va uchinchisi bo'lgan Manat degan butlar to'g'riliq o'ylanib baqdinglarmi? Ey mushriklar jamoasi, o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, qiz bola Allohga xosmi?" degan oyatni o'qigan. Ve ularning butlari to'g'risida yaxshi so'zlarini qilib, u butlar ulug' farishtalar bo'lib, ularning shafoati umid qilinadi deganmish. Shuning bilan mushriklar buni cho'ng bilib va xushallanib, payg'ambar alayhisalomga qo'shilib sajda qilganmish. Mundaq hikoyani faqatla uchirgan narsalarni qari quyuq naql qilaveradigan kaltipam kishilarla rivoyat qiladi. Mazkur hikoyaning yolg'onligiga aqliy va naqliy dalillarni keltirib o'tamiz. Bu hadis san'at va asli tekst jihatdan har ikkisila qalaymaqan. San'at jihatdan aytadigan bo'lsak, Qozi Iyaz Shifo nomli kitobida bu hadisning sahih hadislar kitobiga kirgizilmaganligini va hech bir muhaddisning sog'lom san'at asosida uni rivoyat qilmaganligini aytgan. Hadisning tekstiga kelsak, butlarni ayıplash jarayonida butlarni madiyalaydigan so'zlarga quloq soladiganға Rasulullohning sahobalari va mushriklar oljib qolgan emas. Buni ularga chaplash aqlga sig'maydi. Butlar maqtilib tilg'ilangandan keyin bu butlar faqat sizlar va ota buvanglar otib olgan quruq nomlardan iborat. Alloh buni isbotlaydigan hech bir dalil poki tushirgani yo'q degan oyat orqali gap qalaymoqalashib ketadi. Agar mundaq vaqalar sodir bo'lgan bo'lsa, mushriklar payg'ambar alayhisalom bilan jadallashgan vaqtlarida uningga qarshi pakt sifatida buni o'tirg'a qo'ygan bo'ladi. Qilchimi pakti bo'lmagan ishlarda mushriklarning biz biladigan tirsaliqi tursa, bunchalik ishda ular qandoq muskut qilib tursin? Bu vaqa qiblaning Baytul Muqaddasdan Ka'baga o'zgartirish vaqasidan kichik emas edi. Vaholanki mushriklar qiblaning o'zgartirish vaqasida bir muncha gap so'zlarni qilishgan. Mushu sababdan Alloh taolo Sura Baqaradagi bir oyatda ba'zi ahmaq kishilar ular, ya'ni payg'ambar alayhisalom bilan mu'minlarni yuzlanib kelayotgan qiblasidan nimishqa yuz o'ridi deyishdi deb ularni ahmaqlar degan. Lekin mushriklarning hech biridan va eng tarsoliq bilan qarshi turg'ishlaridanmi xudolarimizni ayblagandan keyin yana nimishqa maqtaysan degan so'z anglab baqqan emas. Hatta Rasulullohga qarshi qo'liga qurol ilib jon fidolik bilan urush qilgan mushriklarning yuqorqidek so'zlarni qilishi turgan gap edi. Mazkur hikoyani naql keltirgan va uni Habishistondagi muhojirlarning qaytib kelish sababi qilib ko'rsatgan tarixchilar Habishistonga borganlarning hijrat qilgan vaqti Rajab oyi, qaytib kelgan vaqti Shavvol oyi, Najm surasining nozil bo'lgan vaqti Ramazon oyi edi deyishadi. Bundaq bo'lganda Najm surasining nozil bo'lgan vaqti bilan muhojirlarning qaytib kelgan vaqti orasida bir oy vaqt o'tgan bo'ladi. Azroq mulohiza qilgan kishi bilib olaydi-ki, u zamonlarda Makkadan Habishistonga berib kelish uchun bir oy vaqt yetmaydi. Chunki u chaqlarda dengiz qatnashini asillashtirgan paraxutlar va Quraysh xalqining musulmon bo'lganligini Habishistondagilarga yetkazadigan telegramma yo'q edi. Ahvol shundoq ekan, mazkur rivoyatni Xudo islom diniga giribtor qilgan, nafsi xohishi bo'yicha so'zlaydigan shaxslar to'qib chiqqan afsona desak, hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Allohga shukr. Tuhmatchi kazzoblar bilan bizning oramizda hukm qilg'uvchi shonli kitob Qur'on Karimni Alloh bizga inom qildi. Shu suraning o'zida u nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi degan oyat bor. Mazkur so'zni payg'ambarning og'ziga shayton soldi degan gap eng qabih rivoyatdir. Mushriklarning kutganidek vahiyga shak keltiradigan so'zlarni payg'ambar alayhisalom qandoq aytsin? Mushriklarning hiyla nayranglarini Alloh barbod qildi.
Mazkur sajda borasida Sahihul Buxoriyda Abdullah ibn Mas'udning mana rivoyati keltirilgan. Payg'ambar alayhissalom Najm surasini o'qib sajda qilgan edi. Uning bilan birga bo'lganlarning hammasi uningga qo'shilib sajda qildi. Yalg'iz bir odamla sajda qilmay, bir siqim shig'il toshni olib peshonasiga qo'yib, "Menga mushu kifoya" degan edi. Keyin uning kofir bo'lib o'ldirilganligini ko'rdim. Bu hadisdan hargizmi Payg'ambar alayhissalom bilan sajda qilganlarning mushrik ekanligi chiqmaydi. Abdullah ibn Mas'udning "O odamning kofir bo'lib o'ldirilganligini ko'rdim" degan so'zidan u odamning aslida musulmon bo'lib, keyin murtad bo'lib ketganligini bilgili bo'ladi. Mushriklarning azori kulfatlariga bardoshlik berilmay, ba'zi imoni soslar murtad bo'lib ketgan edi. Ali ibn Umayya ibn Xalab shularning biri. Habashistondan qaytib kelgan muhojirlardan faqat Makkada boshpanoh bo'ladigan odamlar borlarila Makkaga kirish imkoniyatiga ega bo'la oladi. Abu Salama tog'isi Abu Talibning boshpanohligida kirdi. Osmon ibn Mas'un bo'lsa Valid ibn Mughiraning boshpanohligida kirdi. Lekin Validning musulmonlarga qilgan askarliklarini ko'rgandan keyin musulmon qarindoshlari azob chekyotsa, o'zi xotirjam turishni xo'p ko'rmay, Validning boshpanohligidan chiqib ketdi. 28-bob qaror nomining yozilishi. Quraysh mushriklari islom dinini cheklashga amalsiz qilib, Payg'ambar alayhissalomning jamoati bo'lgan Abdumanab jamoatiga Payg'ambar alayhissalomni Qurayshga topshirib berib, uning badaliga Qurayshdan hassilab to'lam olish taklifini qo'ydi. Abdumanab jamoati bu taklifni rad qildi. Ondan Quraysh mushriklari Abu Talibga Payg'ambar alayhissalomni Qurayshga topshirib berib, uning o'rniga Quraysh yigitlaridan birini tanlab olib, bola qilib olish taklifini qo'ydi. Abu Talib: "Acaba sizlar balanglarni menga beqishga beradi ekansizlar-yu, men balamni sizlarga o'ltirishga beramdiman" dedi. Shuning bilan Quraysh mushriklari Muhammad alayhissalomni o'zlarining o'ltirishiga topshirmoqchi Abdumanab uruqidan Hoshim jamoati bilan Mutallib jamoatini yaklash, qisish va ular bilan savdo-sotiq qilmaslik, Makkadan haydab chiqarish to'g'risida qaror qabul qilib, qarornomani yozib Ka'baning o'ttirasiga esib qo'yishdi. Shuning bilan Hoshim jamoati bilan Mutallib jamoatidan mayli musulmon, mayli kofir bo'lsin, Abu Lahabdan boshqa hammasini Abi Talib jilg'asiga qamal qilib qo'yishdi. Abu Lahab bo'lsa Quraysh tarafdori edi. Abdumanab uruqidan Abdushams jamoati bilan Nawfal jamoati qamal qilinganlarga yordam qilmadi. Jilg'ida qamal qilinganlar nihoyat qiynalib, ochliqdan daldaraqlarning yaproqlarini yeyishdi. Qurayshlar savdogarlarning ular bilan ilm-satim qilishini man'iy qildi. Abu Lahab bu ishda oldingi qatordagilardan edi. 29-bob Habashistonga qilingan ikkinchi qatimliq hijrat. Payg'ambar alayhissalom va uning jamoati jilg'ida qamalgandan keyin ularning musofirchilikda o'zaro yordamda bo'lishlari uchun Payg'ambar alayhissalom musulmonlarning hammasini Habashistonga hijrat qilishga buyurdi. Musulmonlarning ko'p qismi hijrat qildi. Ular 80 necha er, 18 ayol edi. Ularning orasida Ja'far ibn Abi Talib ve onun ayali Umays'ның kızı Asma, Miqdad ibn Aswad, Abdullah ibn Mas'ud, Ubaydullah ibn Jahsh ve onun ayali Abu Sufyan'ның kızı Ummu Habibe qatalıqlar var idi. Yemenlik musulmonlardan Abu Musal Ash'ari ve onun yaqinlarımı ularga qo'shilib Habashistonga hijrat qildi. Buni ko'rgan Qurayshlar ularning orqasidan Habashistonning podshohi Najoshiga Amr ibn As ve Umara ibn Validni sovg'a salom bilan avatib Najoshidan musulmonlarni qaytarib berishni talab qildi. Qurayshlar Najoshining uningdan boshpanohlik talab qilib kelgan kishilarga panoh bo'lishdan voz kechishni talab qilganliklari uchun kelgan vakillar Najoshining qattiq raddiyasiga va xurlishiga uchrab maqsadiga yetilmay qaytib kelishdi. Hoshim jamoati bo'lsa jilg'idagi qamalda qattiq qiyinchilik va jafo mushaqqat ishida 3 yilga yaqin turdi. Bu jarayonda ularga uzuq-tulik faqat maxfiy ravishda yetkazib berildi. 30-bob qaror nomining bekor qilinishi. Quraysh mütəvərlərindən 5 nəfər kişi bu nahaq qararını bekar qilishni talab qilib o'tirg'i chiqdi. Ular Hisham ibn Amir, Zuhayr ibn
Abu Umayya, Mut'im ibn Adi, Abul Bakhtari ibn Hisham va Zam'a ibn Aswadlardan iborat edi. Ular kechisi yig'ilib qarornomani bekor qilish to'g'riliq kelishib oldi. Atsa deganda Zuhayr to'nini kiyib chiqib, Baytullohni tavob qilgandan keyin kishilarga qarab, "Ey Makka xalqi, bizning yeydig'inimiz, kiydig'inimiz bor. Hoshim jamiyati bilan Mutallib jamiyati bo'lsa, halok bo'lish oldida turibdi. Ularda ilm setim erkinligi yo'q. Azbiroyi Xudo, bu nohaq, rahimsiz qarornoma yirtilib tashlanmoqcha men o'ltirmayman", dedi. Abu Jahl buningga qarshi turib, "Kapshama", dedi. Zam'a ibn Aswad Abu Jahlga qarshi, "Azbiroyi Xudo, o'zing kapshavatsan. Baştala biz bu qarornomaga norozi edik", dedi. Abul Bakhtari qo'pib, "Zam'a to'g'ri aytdi", dedi. Mut'im ibn Adi, "Ikkinglarning so'zi rost, Abu Jahlning gapi yolg'on", dedi. Hisham ibn Amrmo ularning so'zini quvvatladi. Shuning bilan Mut'im ibn Adi berib qarornomani yirtib tashladi. Qarornomani qurt yeb tugatgan bo'lib, uningda Allohning ismi qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom tog'asi Abu Talibga qarornomani qurt yeb Allohning ismi qolganligini oldin ola xabar qilgan edi. Shuning bilan jilg'ida qamal qilinganlar kulbatdan qutulib makallariga qaytib kelishdi. 31-bob Najron elchilarining kelishi. Payg'ambar alayhisalom qamaldan chiqqandan keyin Najron xristianlarining elchilari keldi. Ular Najron xristianlarining Habashistonga hijrat qilgan musulmonlardan Payg'ambar alayhisalomning xabarini anglab, uning Injilda bayon qilingan sifatlarini selishtirib ko'rib baqish uchun avatgan 20 dak odamdan tashkil topgan elchilar hay'ati edi. Ular kelib Qur'oni Karimni anglab, hammasi iymon etdi. Ularga Abu Jahl, "Sizlardan mu ahmoq kishilarni ko'rmadim. Xalqinglar sizlarni Muhammadning ahvolini o'qib baqish uchun avatgan tursa, dininglarni o'zgartiringlar", dedi. Elchilar, "Sizlarga rahmat. Sizlar bilan yomonlashmaymiz. Sizlarning dininglar o'zinglarga hisob. Bizning tanlab olgan dinimizmi o'zimizga hisob", dedi. Alloh taolo bu to'g'riliq bu oyatlarni nozil qildi. Qur'ondan ilgari biz kitob berganlar, ya'ni Nasara va Yahudiylarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on o'qib berilgan chaqda ular biz Qur'onga ishondik. Shubhisizki, u Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz buningdan burunla musulmon edik, deydi. Ularning qilgan savr toqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni to'sadi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan o'zini chetga elib, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga omonlik bo'lsin. Biz nadonlar bilan izlashmaymiz, deydi. Sura Qasas 52-oyatdan 55-oyatgacha. Makka mushriklari Payg'ambar alayhisalomning da'vatini to'sishdan amalsiz qolganligi, pakitga pakit bilan taqobil turish qo'llaridan kelmaganligi uchun Payg'ambar alayhisalomni birdam sehrigar deb baqishdi, birdam yolg'onchi deb baqishdi, birdam sarang desa, birdam palchi deyishdi. Taqobil turish qo'lidan kelmagan dushmanlarning holi shu bo'ldi. Ular haddidan ziyoda tarsaliqidan Sura Anfalda bayon qilinganidek, o'z vaqtida ular, "Ey Alloh, agar bu Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolig'in", deyishdan uyalmadi. 32-bob Xadija radhiyallohu anhaning olamdan o'tishi. Payg'ambar alayhisalom qamaldan chiqib, uzun o'tmay Madinaga qilgan hijratdan 3 yil burun Xuvaylidning qizi Payg'ambar alayhisalomning ayoli Xadija olamdan o'tdi. Payg'ambar alayhisalom Xadijani to'la aslaydi va uning ishog'ini tatdi. Chunki Xadija Rasulullohga eng avval iymon etgan pok zot edi. Payg'ambar alayhisalomning Ibrohimdan boshqa bolalarining hammasi Xadijadan bo'lgan edi. Xadijaning vafotiga Rasululloh qattiq qayg'urdi. Chunki u Rasulullohga kuyunatdi. O'z jamiyati Bani Zuhra ichidagi obro'yi orqali Payg'ambar alayhisalomni kofirlardan qo'g'daydi. Qosim va Abdullohmi Payg'ambar alayhisalomning Xadijadan bo'lgan bolalari edi.
Payg'ambar alayhissalom ana shu Qosimning nomi bilan laqablangan. Abdullah bo'lsa Tayyib, Tahir deb laqablangan edi. 33-bob Rasulullahning savdoga uylanishi. Xadicha vafot bo'lgan ayda Payg'ambar alayhissalom Qurayshga tava Omiriyalik Zam'aning qizi Savdaga uylandi. Savda eri Sakron ibn Amir vafot bo'lib, tul qilgan edi. Savda urug' tuqqanlarining noroziligiga qaramay iymon etib, eri Sakron ibn Amir bilan din masalasida qattiq bosimga uchraganlikdan ikkinchi qatim Habashistonga hijrat qilgan edi. Ular Habashistondan qaytib kelib, uzun o'tmay Sakron ibn Amir vafot bo'ldi. Rasulullahning Savdani nikohiga ilishi onunga iymon etgan bir odamning oilasiga qilgan yaxshiligi edi. Chunki Savda yaqinlarining quliga qoladigan bo'lsa, ular islomga o'ch bo'lganlikdan Savdani dindan qaytarib o'tadi. Shundaqla esil nasablik bo'lganligi uchun qavmi ichida o'zidan tuvan kishilarga turmushliq bo'lishga unamaydi. 34-bob Rasulullahning Oyisha radhiyallohu anha uylanishi. Xadicha vafot bo'lib, bir oydan keyin Rasululloh do'sti Abu Bakrning qizi Oyishani nikohiga olib qo'ydi. Bu chaqda Oyisha tahi kichik edi. Payg'ambar alayhisalom Oyishadan boshqa qiz olgan emas. Madinaga hijrat qilgandan keyin ondan Oyisha bilan bir yerda bo'ldi. Xadicha vafot bo'lib, birar oy o'tgandan keyin Payg'ambar alayhisalomning tog'asi Abu Talib qazo qildi. Abu Talib vafot bo'lgandan keyin mushriklar Payg'ambar alayhisalomga qarshi burun qilishga petan olmagan ishlarni qilishga boshladi. Rasulullohning ishi qiyinlashdi. Payg'ambar alayhisalom ketayotsa, beshiga to'pi chachatdi. Namoz o'tayotsa, ustiga qo'yning yinlarini tashlab qo'yatdi. Bir qatim Quraysh kofirlari Payg'ambar alayhisalomga "Sen barcha ilohlarni bir iloh qilmoqchimisan?" deb eslab oldi. Musulmonlar ojiz bo'lg'achqa hech odam Payg'ambar alayhisalomni ajratib bilishga jur'at qila olmadi. Faqat Abu Bakrlar o'tirg'i chiqib, "Robbim Alloh degan kishini o'ltirmoqchimisizlar?" deb Payg'ambar alayhisalomni ajratib oldi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.